Assalomu alaykum. Afzal aka. Assalomu assalom. Bevosita qilmadimmi? Erta tongdan charchamayapsizmi? Rahmat, rahmat, xush Ishlaringiz kelibsiz. Yaxshimi? Ijodlar bilan charchamayapsizmi? Xush kelyapsizmi? Rahmat. Nima harakat ertalabdan? Erta tongdan bevosita qildik. Erta tongdan. Nima undaydi o'zi bu studiyaga kelishga? Endi hozir bayram kunlari mana Navro'zga yangi qo'shiqlar ko'p tez bitirib berish kerak bo'lyapti va ko'p va'da qilib qo'ygan ishlarim qolib ketgani uchun o'sha sal shoshilinch chiqib turibman. O'shanga ertalabroq vaqtliroq kelmasak ulgurmayapman sal. Sir bo'lmasa qaysi qo'shiq ustida ishlayapsiz hozir? Hozir Yahyobek Mo'minovni Sarson ayol degan ayollar haqida. Buni hali eshitish mumkin emas-ku, endi sizga mayli. Demak, hali bu tugallanmagan. Endi qilinyapti, xudo xolisa. Yahyobek Mo'minov qo'shiqlari. Yaxshi bitta qo'shiqni tugatish uchun qancha vaqt ketadi o'zi? Endi qo'shiqni bastalab, uni aranjirovka qilishlari bilan hammasi bo'lib taxminan 1 hafta 10 kun. Rosa tez qilinganda 1 hafta 10 kunlarda ulgursa bo'ladi. Endi bemalol qilinsa 1 oy ham ketadi, har xil. Endi xonanda bilan bastakorni kelishishiga bog'liq. Ko'proq kelishsa, tili bir joydan chiqsa, gapi tezroq bitadi. Endi variantlar ko'rmoqchi bo'lsa, unda sal cho'ziladi. Masalan, she'rni olib xayolda o'ylab yuraman, qanchadir she'r o'qib yuraman. U kuyga solib ko'raman, bu kuyga solib ko'raman. Mana shunaqa qilib cho'zilishi mumkin. Endi yarim yil, 1 yillarda bo'lishi mumkin shunaqa qo'shiqlar. Lekin tez bo'lgan qo'shiqlar ham bor. Jonli ijroda eshitsak. Kamchiliklarga uzr. Ertak kabi sirli bu hayot, har sinovga nogoh yo'llaydi. Yaqinlaring bo'lar goh oyot, goh begona seni qo'llaydi. Ertak kabi sirli bu hayot, har sinovga nogoh yo'llaydi. Yaqinlaring bo'lar goh oyot, goh begona seni qo'llaydi. Hayot go'zal, yashamoq totli, marjon kabi tizilgan yillar, bir-biriga ulashsa shodlik, aka uka opa singillar. Ertalabdan baqirtirdiz-a. Istaymasin. Rahmat. Eshitishimiz bo'yicha sizni o'g'lingiz ham bastakor ekan. Shunga munosabatingiz qanaqa o'zi? O'g'lim ham aranjirovka qiladi yonimda har doim. Endi meni ham mana shu aranjirovka tomonlama yo'nalishimni yoshartirib turadigan asosan o'g'lim bo'ladi. Shu ko'p uni hozirgi endi bari yoshlarni fikrlashi, dunyoqarashi boshqacharoq. O'shalarni ulardan o'rganaman endi. Qani baribir katta bo'lgan sarimiz bizani dunyoqarashimiz boshqacha, yoshlar xohlayotgan musiqa yo'nalishlar boshqacha. Shu o'zi xohlab shu kasbni men majburlamaganman, lekin bo'lishni xohlamaganman-u, lekin majburlamaganman. Shu meni kasbimni qilsa deb qo'shiq aytishga qiziqmaydi-yu, lekin aranjirovkaga, shu bastalashlarga qiziqadi. Shu yoshlikdan shu yonimda chalib ko'rib, nimalardir qilib qiziqib boshlagan. Yaxshi, keyin o'zi qiziqib ketdi. Hozirgi kunda ancha yulduz xonandalarimiz bilan ishlab keladi, xursand bo'laman. Qaysidir qo'shiqlar chiqsa ham zo'r chiqibdi, mana shu desam, men qilganman deb qo'yadi, o'zim ham bilmay qolaman. Chiroyli, yaxshi qo'shiqlar qilyapti. O'sha ko'p uni proyektlardan ham foydalanib turaman. O'sha ishlari yaxshi, ovoz tanlashlari, aranjirovkalari o'zgacha. Hatto shu yerda xonasi ham yonimda. Demak, xonalari shu yerda. Birga ishlaymiz. Birga ishlaysizlar. O'zi ham shuni xohlagan, endi balki alohida erkinroq ishlarsan desam, yosh yoningizda bo'lsa yaxshi edi u degan. Endi xonandalar kelsa ham ko'p xonandalar men bilan ham tanish, u bilan ham tanish, o'sha qulayroq bo'ladi unga ham. Tanishtirib qo'yaman o'zim yoki kimdir qo'shiq yozdirmoqchi bo'lsa. Mana shu xonada, mana yonimizdagi xonada ko'rsak bo'ladi. Qani kirib ko'raylik. Ha, demak bu o'g'lingizning xonalari. Bu xonada o'g'limning
xonasi bu. Shu yerda aranjirovka qiladi. Endi uyda ham sharoit qilib olingan, uyda ham ko'pincha endi tiqilinch ishlar bo'lib qolganda uyda mana qilinadi. Endi bugun ham mana o'zi ertalabdan kelib turishimiz sababi ham shu ishlar tiqilib qolgan sal mana Navro'z bayrami oldi shoshilinch ishlar qilinishi kerak bo'ldi. Shuning uchun o'zi obeddan keyin ko'proq ishlaymiz. O'g'lim ham endi bemalol keladi. Endi yoshlar ko'p uxlaydi-yu, bilasiz. Qo'shiqlaringiz xalq orasida juda ham mashhur. Xalqimiz juda ham sevishadi. Bunga o'zi sabab nima? Bu ijodiy mehnatmi, ko'p mehnatmi yoki bu bir omadmi? Nima deysiz shunga? Yoqish ko'proq endi xalqimiz nimani xohlayotganini ko'proq eshitishga harakat qilaman. Menga yoqmaydigan qo'shiqchi yoki yoqmaydigan xonanda qo'shiq bo'lgan taqdirda ham xalqimiz o'shani sevib eshitayotgan bo'lsa, o'shani ham eshitishga kasbimiz nuqtai nazarida majbur bo'laman. Nimasi yoqdi ekan buni deb o'sha nimalarnidir o'g'irlashga harakat qilaman. Qanaqadir yo'nalishini, baribir shirin joylarini, demak, men ham shunaqa qo'shiq qilishim kerak, kimgadir qilinayotgan bo'lsa, bu qo'shig'i nimasi yoqyapti deb hozirgi kunda masalan zamon yangilanveradi, yo'nalish yangilanveradi. Zamon bilan birga yurmasangiz ko'p hamkasblarim ham chetda qolib ketganlari bor. Shu iloji boricha zamon bilan barobar yurishga harakat qilamiz. Shu chet el musiqalaridan tortib shu o'zimizni milliy musiqani shu bilan omoqda qilgan holda xalqimizga yoqadigan narsa qilishga harakat qilamiz iloji boricha. Va she'rlarga ko'proq ahamiyat beraman. She'rlar chiroyli bo'lsa, qo'shiq ham zalvorli, yaxshi qo'shiq chiqadi, qoladigan. Siz aynan mana shunday yaxshi qo'shiqlar bastalashingizda qaysi shoirlarning she'rlariga murojaat qilasiz? Endi aynan falonchi bilan demayman-ku, yaxshi she'r bo'lsa qilaveramiz. Yoshlarimiz ichida ham zo'r yozayotgan she'r yozayotganlar bor-da. Ularni boyagi musiqa tomonlama deyotganimda, she'r tomonlama ham fikrlashlari boshqacha-da yoshlarda. Shunaqa qiziq so'zli, ishlatilmagan so'zlar bilan yaxshi she'rlar kelib qoladi. Endi taniqli bo'lmasa ham qo'shiq qilamiz. Yoshlardan Elbek Shoimov, Nizomiddin Madrahimov degan ukamiz bor. Keyin ustoz shoirimiz Mirza Karim bilan ko'p ishlayman. Iqbol Mirzoning she'rlaridan foydalanaman. Shu yengilroq, hazm bo'lishi osonroq she'r tanlamasangiz, she'rlar ko'pi kuyga solganingizdan keyin kuy chalg'itadi-da. Kuy yana ham chalg'itadi, she'r yetib borish qiyinlashadi. O'shanga endi she'rni o'sha o'zini ohangini qaysi maqsadda qilinyapti, u so'z yalinishmi, zarda qilishmi yo buyruq qilishmi, qanaqa o'sha ohangini topa bilsangiz, she'r tezroq yetib boradi-da. Agar topa olmasangiz, she'r boshqa boqqa olib ketadi, bu toqqa olib ketadi, tinglovchi ham tushunmay o'tiraveradi nima haqida kuyilayotganini. Shunga ahamiyat beraman ko'proq. Mumtoz navolarga ham murojaat qilib turasizmi? Ya'ni bironta ustozzoda san'atkorlar sizga kelishsa, ya'ni qo'shiq yozdirmoqchi bo'lsa, bastalatmoqchi bo'lsa, ularni ohangiga, ruhiga moslab yozib bera olasizmi? Albatta, endi menda ko'p shu aranjirovka, menda milliy ishlarim ko'proq, milliy o'zim ham shuni maza qilib yozaman va ko'p yoshlar buni eplolmagani uchun ham shu yo'nalishda qilishga harakat qilaman. Shuning uchun ham ko'p ustozlarimiz G'iyos aka Boytayev, Ahror Usmonov yangi qo'shiqlarni birga qilyapmiz. Endi balkim ularni yaxshi his qila olsam kerak, chunki o'shalarni qo'shiqlarini eshitib katta bo'lganmiz, Sherali Jo'rayevlarning qo'shiqlarini. Shuning uchun ularning qo'shiqlarini ko'p yotib bo'lib ketgan, o'zimiz aytib yurgan qo'shiqlar. Kirishishim osonroq bo'ladi ularning qo'shiqlariga. Masalan, aranjirovka mana shu yerda bo'ladi. Endi ovoz yozish qayerda bo'ladi? Endi aranjirovka mana bu xonada ham bo'ladi, u xonada ham o'zim ishlayman, bu yerda ham o'g'lim ishlaydi. Endi shunaqa komanda, Ziyodulla ukam ham ishlaydi, bu yerda bastakor va bu yerda yana bitta xonamiz bor, ko'rsangiz bo'ladi. Bu shu yerda ishlaymiz. Asosan ovoz yozishlar mana shu yerda. Ovoz yozish, tozalashlar shu yerda. Endi u meni xonamda ham bor. Endi bu yerda ham bo'ladi. O'sha ish to'xtab qolmasligi maqsad endi baravar yoziladigan ovozlar bo'lib qoladi. Shunda birga ishlanadi shu yerda. Ikki og'iz tilaklaringiz bo'lsa. Rahmat, kelganinglardan xursand bo'ldim. Ko'p telekanallar asosan obeddan keyin charchagan paytda kelishardi. Ertalabdan xursand bo'ldim. Ham sizlarning mehnatingizga ham qoyil qoldim. Hamma uxlab dam olayotgan paytda yoki choy ichayotgan paytlarda
efirda bo'lasizlar, baraka topinglar. Retro filmlar, qanaqadir ko'rsatuvlar yoqqani uchun shu kanaldan ko'proq bo'laman. Mahalla kanali ijodkorlariga omad tilayman. Oilanglar tinch bo'lsin, ishlab charchamanglar. Mahalla tongi ko'rsatuvlarini ham muxlislari ko'p bo'lsin. Shunaqa kelib turinglar.